xush kelibsizlar. Men Ermatova Yulduzxon, Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidanman. O'zim kasbim o'qituvchi. Men bu kompaniyaga kelib qolishim sababi diskoy grija orqali kelib qolganman. Diskoy grijam bor edi. Shu diskoy grijamga choy ko'pelarni ichib turib o'timda, yuragimda toshim borligi aniqlanib, shu buyrakdagi toshlarim yuvilib, uqalanib tushdi. Undan keyin kista miyomam, orada kista miyoma chiqib qoldi. Shu kista miyomamdan ham hozirda kista miyomam ham yaxshi bo'lib, yaxshiman. Undan tashqari 9-sinfda o'qiydigan bolaman. Qurt tushdi. Shu garet shokoladni ichirib, davomiy ichirib, ro'zani boshida ichirishni boshlagan edim. Shu nima qilib bolamni qurt tushdi. Kompaniyamiz mahsulotlari yaxshi. Men o'zim ichib shifo topganim uchun hammaga tavsiya qilaman.